6. Bab. Undaqda biz nemi deymiz? Xudoning mehr shafqati texmi oshsin deb davomliq gunoh ichida yashaymizmi? Yo'q, albatta undaq emas. Gunohga nisbatan biz allaqachon o'lgan. Shundaq ekan, biz yana davomliq gunoh ichida yashamasligimiz kerak. Sizlar cho'qim shuni bilishinglar kerakki, biz cho'mildirishni qabul qilganimizda İsa Masihga bog'langanligimiz uchun uning o'limi bilanmi bog'landik. Shuning uchun biz cho'mildirish orqali İsa Masih bilan birga o'lib, birga ko'mildik. Xudo otimizning bundaq o'rinlashtirishdagi maqsadi shuki, İsa Masihni o'zining ulug' kuch-qudrati orqali tirildigandek, biznimi yangi hayotga erishtirishdir. Biz İsa Masihga bog'lanib, uningga o'xshash o'lgan ekanmiz. Undaqda biz cho'qim uningga o'xshash tirildirilamiz. Shuni bilishimiz kerakki, koni tabiatimiz İsa Masih bilan birga krestga mixlandi. Shuning uchun gunohkor nafsimizning ilkida bo'lmay, gunohning qullig'idan qutuldik. Chunki İsa Masih bilan birga o'lgan har qanday kishi gunohning kuchidan xalos bo'lgan bo'ladi. İsa Masih bilan birga o'lgan ekanmiz. Undaqda uningga bog'lanib, yangi hayotga erishishimizga ishonamiz. Bizga ma'lumki, İsa Masih tirilgandan keyin qayta o'lmaydi. O'lim endi İsa Masihga o'z kuchini ko'rsatolmaydi. İsa Masih o'zining birli qitimliq o'limi orqali gunoh ustidan g'alaba qildi. U hozir hayot bo'lib, uning hayotligi Xudoga shon sharaf keltirish uchundir. Shuningga o'xshash sizlarmi hozir İsa Masihga mansub bo'lganinglar uchun o'zinglarni gunohga nisbatan o'lgan, lekin Xudoga xizmat qilishga nisbatan tirik hisoblanglar. Shundaq ekan, gunoh hargizmi hamon o'ladigan teninglarni boshqurmasin. Bo'lmasa, orzu havaslarga berilib ketsizlar. Teninglarning har qanday bir a'zosini yomon ishlarga qo'ral qilib, gunohga tutib bermanglar. Aksicha, o'zinglarni Xudoga atanglar. Chunki sizlar o'limdan tirildirdinglar. Teninglarning har bir a'zosini haqqoniy ishlarning qo'roli qilinglar. Gunoh sizlarning hukmronliginglar emas. Chunki sizlar Tavrat qonunining ilkida emas, balki Xudoning bizni gunohning kuchidan xalos qiladigan mehr shafqati ostida yashayapsizlar. Undaqda qanday qilish kerak? Tavrat qonunining ilkida emas, Xudoning mehr shafqati ostida yashayapmiz deb gunoh sodir qilaversak bo'lamdi? Yo'q, albatta bo'lmaydi. Kimga bo'ysunsanglar, shuning quli bo'lganliginglarni bilmamsizlar. Gunohga bo'y agsanglar, u sizlarni o'limga ilib bordi. Xudoga bo'ysunsanglar, u haqqoniy hayotlikqa ilib bordi. Xudoga shukr. Garchi sizlar burun gunohning quli bo'lgan bo'lsanglarmi, lekin hozir gunohning kuchidan erkin qilinib, haqqoniylikning qullari bo'ldinglar. Chunki Xudo sizlarga bergan ta'limga chin dilinglardan bo'ysundinglar. Men sizlarning tabiatinglardagi ojizliklarni bilgachga, bularni sizlarga odatdagi misol bilan aytyapman. Ilgari sizlar gunohning quli bo'lib, teninglardagi a'zolarni nopok va Tavrat qonuniga xilof ishlarga beg'ishlagan edinglar. Endi pok bo'lishinglar uchun o'zinglarni haqqoniylikning quli bo'lishga beg'ishlanglar. Sizlar gunohning quli bo'lgan vaqtinglarda haqqoniy hayot kechirish bilan koringlar yo'q edi. Sizlar hozir nomus deb qargan burunqi ishlardan shu chaqda zodi nima foyda topgan edinglar? U ishlarning oqibati o'limdir. Biroq hozir sizlar gunohning qullugidan erkin qilinib, Xudoning xizmatkorlari bo'ldinglar. Bu hayotinglarga foydali bo'lib, sizlarni pok yashashga yetaklaydi. Eng oxirida sizlar mangulik hayotga
erişsizlar. Chunki gunohning bedeli o'lim. Biroq Xudoning Rabbimiz Eyso Masih orqali bizga ato qilgan sovg'ati mangulik hayotlikdir.